Mana o'choqlarimizdan bitti. Namanganlik ustalar oson qilib mana keyin chiroyli qilib o'choqlar berdi mana. Elyorbek Alisherbek va managa hammasini o'zlari chiroyli qilib so'natga qilib mana keyin qo'yib berdi. Mana keyin tortishi. Mana ichkariga tortib pishib yotibdi. Mana keyin baloqlar pishib turibdi. Akvadan eshiklar qilingan. Chiroyli akvadan mana bu yerga idish tovoq qo'ysak bo'laveradi mana keyin. Chiroyli idish tovoq qo'yiladigan. Mana qurollarga shib qo'yganmiz mana. Mana bu ikkinchisi. Mana Abbasları eshik. Bu balkon mana ki. İkinci manaki balkon. Peşavaramızdan Tunoz Balavoz arada. Amma ko'rib mana bu tomondagilar ham shunaqa o'choq qildiramiz deb yaxshi niyatda shunday ro'za kunlarda mana chiroyli ishga tushdi, hayitlarga, xalqqa xizmat qilishga chiroyli bo'lib qoldi.